Assalomu alaykum hammaga. Bugun bizda BYD han batareyka yonkisi ko'rishini o'rganamiz. Boshidan kirib ko'rsataman. Polni turganda diagnostik akkumulyator kiriladi. Xo'p, bunda marka tanlanadi, BYD. Okey. Xo'p, bizda han. Polni necha kilometr yurishi, o'sha konfiguratsiyasini tanlaysiz. Hozir bizda OBD razion bilan tiqilgan. Faqat mashina o'zi tiqilgan. O'shaning OBDni ko'rsatamiz. Master X YB paketi ochilgan. Hop, bunda yacheykalar qaysisi necha volt berayotganini ko'rsatadi. Sal kutib tursangiz, hammasini obnovleniya qilib ko'rsataveradi. Yonkisi batareya, batareya pack information. Mana bu hozirgi protsenti batareykani 88%. Mana bu yonkisida bo'ladi. So'q protsentda ko'rsatilgan.